Onasini emsin. Qaysi mashina 500 tezlikdan tirik qoladi? Davay sinab ko'ramiz. Tuproq yuklaydigan xuyna. Enasini ko'rdi, bu xuyna. Eskicha Range Rover. $20 mingtaga oz qoldi, podpiska tashab qoyinmaslik. Videoga like bosib oxirgacha ko'rmagan fil. Qotil tank. Masha oyindi Telegramdan topsiz bo'ladi. Bu tankam rahmatli bo'lib ketdi. Zirhlangan egilmas, bukilmas damas. Mana shu damas sotiladi. Narxi $400 ming. Doplata qilsa, gelikni ustidan ham kelishib qo'yoramiz.